Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun esa eng go'zal shaharlardan biri Sankt-Peterburgda eng baland bino Yevropa bo'yicha orqamizda akalar. Mana bu vidni ko'ryapsizmi? Laxta Center bo'ladi. Mana bu esa eng katta bayroqlar Yevropa bo'yicha o'rnatilgan imенно mana shu shaharga. Akalar, endi esa diqqatimizni mana bu bir-biridan ajoyib sostavga qaratamiz. Hozirgi kunda nomer 1 mashinalardan biri bo'lyapti. Tez orada inshaalloh esa bu sizniki bo'lishi mumkin. Do'stlarim, glavniy prizlardan 4 ta mashina qo'yganmiz. Yonimizda 3 tasi turibdi. 4-inchisi esa qop-qora svetda Kia K5 maksimalniy komplektatsiyada kojinli sijenalarda, multirullarda, katta monitor, udержание polasidan tortib do'stim. Cruise kontroldan tortib, klimat kontrol, podogrev sijeniya, podogrev rul, xullas Kia K5 ni sohiblari juda ham yaxshi bilishadi. Yana bitta Kia K5 qo'yganmiz, oppoq svetda, klassik komplektatsiyada, avtomat korobka, 150 ta ot kuchiga ega do'stim. Va ikkita Jeep turibdi, biri qora, biri oq. Niyatda akalar biletga qaysi birini xohlayapsiz, imенно ana shuni yozib qo'yinglar. Kia K5 oqi bo'lsinmi yo qorasi bo'lsinmi, yoki bo'lmasam Jeeplarimizdan X-Set bo'lsinmi yoki G-Tower bo'lsinmi yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Bo'lmasam do'stim, glavniy priz super sovrin X-Set VX modeli полный приводda 7 o'rindiqli kojinli sijenalarda, katta panoramada, 5 ключевой достуp, доводчик двери, удержание polosasi ham turibdi akalar. O pastida ko'ryapsizlar, radarlari bor va по кругу 360 gradus kamera, подсветка deysizmi, tablolarigacha o'zgarib, охлаждение сидения, подогрев сидения, подогрев руль, круиз контроль, климат контроль va лобовое stiklosini ham istaydigan funksiyalari bor. Podogrev лобовое стекло va proyeksiya lobovое stiklo turibdi. Juda ham qulay akalar. Bu mashinada hozirgi современный kunda nima kerak bo'lsa hamma qulayligi yetarli. Shuning uchun riskka vaqt qilib 2000 rubl chiptamizni bahosiga 4 ta glavniy prizdan biri sohib bo'lib qolishingiz mumkin. Va ikkinchi glavniy prizimiz mana buni vidini qarang do'stim. Crossover hozirgi kunda eng stilli современный mashinalardan biri bo'lyapti. Bu esa G-Tower Dashing akalar. Mashinamiz albatta crossover, полный приводda 4 tala baloni ham tortadi. Mashina ancha katta akalar. Ya'ni Kia K5'larni bilasizlar, o'zi uzun, shiroki bo'lsa, bu ancha kattaligini o'zi ko'rib turibsizlar degan umiddaman. Motoriga keladigan bo'lsak, 1.6 объем, 160 ta ot kuchiga ega turbinada. Ya'ni juda ham chaqqon akalar. Sportivniy sijenalar, sportivniy rullar, katta monitor, podsvetkalargacha bor ichida. Yutgan inson men o'ylayman mazza qilib minadi. Xo'p, bunisini yili 2023-yil. Свежий mashinamiz. Bunisini esa 2024-yil 15.000 probegda akalar. Mashina maslahali. Bir marta yo'q almashtirdi, 10.000 da adashmasam, ikkinchisini inshaalloh olib o'zingiz almashtirasiz. Va bulardan tashqari 2 ta $1000'lik, 2 ta $500'lik, 10 ta 10.000 rubllik, 100 ta 5.000 rubllik pul prizlarimiz bor. 2.000 rubl chiptamiz bahosi 4.950 dona ishtirokchida hozirga kelib 3.700 dona chiptamiz qolibdi. Avvalan barcha ko'rib turgan aka-uka opa-singillarimizga ishonchingiz uchun, podдержка uchun akalar kattakon rahmat. Endi esa qanday qilib chipta olamiz? 3 ta shot silka ishlab turibdi. Agar o'tmasa +7 981 260 60 60 nomer telefonga Salimbek chiqyapti. Xohlagan bankingizdan pul perevod qilishingiz mumkin. Original chekingizni esa WhatsApp nomerimizga, ya'ni отдельный 904 601 50 21 WhatsAppga yuborib qo'yishni unutmaysizlar. Va aytganimizdek, albatta qaysi birini xohlayapsiz, biletga yozib qoldiringlar. X-Set qorasi bo'lsinmi, Jeepimiz yoki oqi bo'lsinmi yoki Kia K5 ni oqi qorasi. Inshaalloh niyatni chiroyli qiling, ajob emas. 4 talasidan biri chiqib tursa, barchaga omad tilaymiz, omadinglarni bersin.